Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli Sankar Motors guruhi obunachilari. Ismim Abduqodir, sotuv bo'limi operatoriman. Bugun sizlarga ilk bora Sankar Motors BYD Andijonda YouTube kanalimiz uchun maxsus video chiqaramiz. Endi sizlar bilan avtosalonning ichini bir ko'rib chiqamiz. Qani ketdi zuhurdan. Avtosalonga kirganinglardan keyin sizlarni chiroyli atmosfera kutib oladi. Samimiy administratorlar, xushmuomala menejerlar sizlarni kutib oladi. Hurmatli obunachilar, endi avtomobillarimizni modellari haqida bir qator ko'rib chiqamiz. Videoda o'tkazib yubormay, oxirigacha ko'rsangiz, price listimizni ko'rsatamiz. Aytgancha, videoda oxirigacha ko'rsangiz, maxsus sovg'amiz ham bor. Yuring zuhurda, avtomobillarni ko'rsatib chiqamiz. BYD Seagull 405 km yura oladigan elektromobil hatchback, oilaviy ixcham mashina. BYD E2 bu ham 405 km yura oladigan oilaviy hatchback avtomobil. BYD Song Plus Champion naq 1200 km yura oladigan gibrid avtomobil, oilaviy sayohatlarga keng, qulay, yumshoq mashinalarimizdan biri. Keyingi avtomobil BYD C-Line 7 avtomobilimiz, elektromobil, ikkita pozitsiyasi bor, ikkita motorligi ham bor. Navbatdagi mashinamizdan BYD Song Plus Champion, bu ikkinchi pozitsiyasi 150 km tok to'zib yuradigan. Bu ham 1200 km masofani bosib o'tadi, polniy bak, polniy zaryadka bilan. Bu yangi kelgan avtomobilimiz, Atto 8 avtomobilimiz. Bu narxi hali chiqqani yo'q. Avtomobilni ko'rishni xohlasangiz, avtosalonimizga tashrif buyuring. Sizlarni avtosalonni kutib qolamiz. Hurmatli obunachilar, BYD Chazor avtomobillarimizni to'g'risi ulgita olmayapmiz. Klientlarda so'rov ko'p bo'lyapti. Avtomobil ko'chada sotilib ketyapti. Keldi sotildi bo'lyapti. Xohlasanglar, Yuanab avtomobilimiz ham bor, Song Pro avtomobilimiz ham bor. Agar avtomobilni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, test drive'ga avtosalonga kelsangiz bo'ladi. Song Pro, Yuanab, BYD Song Plus Champion Chazor avtomobillarimiz test drive'da sizlarni kutyapti. Agar kelmoqchi bo'lsanglar, manzilimizni so'rayotgan bo'lsanglar, videoda oxirida manzillarimizni aytib o'tamiz. Nomerlarimizni ham chiqarib qo'yamiz batafsil ma'lumot uchun. Agar o'zingizni eski avtomobilingiz bo'ladigan bo'lsa, o'zimizni BYD Andijon avtosaloniga olib kelsangiz, Secret avto xodimlari bilan birgalikda bozor narxidan 3 million so'm balatiga hisoblab olib qolamiz. O'rniga yangi BYD avtomobillaridan birini qilib beramiz. Endi sizlar bilan avtoservisimiz haqida ozroq ko'rib o'tamiz. Yuring. Avtoservisimizda avtomobillarga, akkumulyatoriga 8 yil, avtomobilni o'ziga esa 6 yil yoki 150 ming kilometr garantiya beramiz. Xo'p, servisimizda nima xizmatlar bor deydigan bo'lsangiz, moy almashtirish, kuzov ishlari, balon damlash, balon yamash, misol tekshirib qoladi, boshqa bo'ladi, olib kelsangiz tekinga ham damlab beraveramiz. Diagnostika keladigan bo'lsa, alohida gaplashamiz bu masalalarini. Xo'p, yana nima ishlar bor? Kuzov ishlari bor, qo'shimcha jihoz qo'yish, avtobezaklar, rixtovka ishlari, balansirovka, razvalsxojдение, barcha turdagi ishlar avtoservisimizda mavjud. Agar o'zingizning avtomobilingiz bo'ladigan bo'lsa, olib kelsangiz, shu yerda o'zida ham xizmat qildirib ketsangiz bo'ladi. Bu ikki mashinani topshirasiz, avtosalonning ichida o'tirasiz, ozgina kofemi, choymi, suvmi ishib o'tirsangiz, maroqli hordiq olib, mashinangizni keyin sizga topshirib berishadi ozgina vaqt o'tgandan keyin. Yana nima xizmatlar bor? Kelganingizdan keyin, misol qo'shimcha jihoz qo'ydirmoqchi bo'lsangiz, misol crossover mashinalaringiz bo'lsa, parok qo'yib beramiz, tonirovka, laminatsiya, broneplyonka, ko'pchilik so'raydi bizdan. Bunaqa xizmatlarimiz ham bor. Olib kelganingizdan keyin shu yerda o'zida maxsus xodimlarimiz, alohida o'zlari o'qib kelishgan masterlarimiz ham bor. Kelganingizdan keyin chiroyli konsultatsiya berib, mashinangizni avaylab, asrab o'ziga butun holatda topshirishadi. Hurmatli obunachilar, videoda boshida aytib o'tganimdek, price listga keldik. Yaqinroq olib keling zuhurda. Avtomobillar price list. Ushbu videoni tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Screenshot qilib olgan bo'lsanglar ham kerak, hoynahoy video jo'natib qo'ysanglar manfaatli bo'ladi. Keyin eng qiziqarli joyga keldik, sovg'a joyiga. Ko'pchilik kutib turgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xo'p, sovg'amiz nima bo'ladi? Shu videoning pastiga kommentariyaga eng kreativ kommentariy yozib qoldirsanglar, eng ko'p like yiqqan odamni bir hafta ichida ko'rib chiqamiz. Sovg'asini 200 ming so'm bonusini xohlasa klik, xohlasa naqd pul orqali tashlab beramiz. Hurmatli obunachilar, endi mana lokatsiyaga to'xtalib o'tamiz.
Xo'p, lokatsiyamizga keladigan bo'lsak, Andijon shahar Amir Temur Shoh ko'chasi 11-uy, Mo'ljal Muhammad Yusuf maktabi ro'parasida. To'liqroq tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bu tomon Charxon Asakadan kelish aeroport yo'li, mostdan o'tgandan keyin bir 6 kilometr atrofida yurganingizdan keyin avtovokzalga yetmasdan chap qo'lda keladi. Bu tomon Korzinka tomon. Markaziy bankdan yurib kelishingizda Korzinkadan o'tgandan keyin o'ng qo'l tomonda BYD Andijon avtosaloni. Sizlarni kutib qolamiz. Agar mashinani grafigi, boshlang'ich to'lov yoki mashinani polniy obzorini ko'rmoqchi bo'lsanglar, kommentga shuni yozib qo'ysanglar, keyingi videolarimiz aynan shu mashina haqida bo'lib chiqadi. Hammaga rahmat, avtosalonni sizlarni kutib qolamiz.